Qani, otib. Yo'q. To'g'risini qaytarish kerak emasmi? Ha, qiziq shunday. Ya to'g'radi. Bir boshi ketdi, qayta kelyapti. Terbiyeler götürüyorsun. O'zing hayda. Oy! Ustoz shogirdlar bir nimalar qilyapti-da. Mana shu sizga polvon, hay kulishlaridan. Sizga men. Ushak. Italyapti, qo'qiyapti. Jiyanchamga, qadarga. Narsa, obunachilar. Bitta hozir kares xo'rozimiz bor. Karesga premo Koreyadan kelgan yaponni qo'yilgan. O'shani qizi. Hali tug'mada? Ha, cho'jak hali. 4,5 oylik cho'jada. 4,5 oylik bo'ldi. Yozga chiqib qo'yadi. Yozga chiqib qo'yadi. Hozir mana haydab olsam 2,5 mannaqasiga haydayman-da. Ha, mana qasiga. Ha? O'zingizda tayyor apparat bor. Ha. Bunaqasiga ham haydaysiz, bunaqasiga ham. Benzin bor. Benzin bor. Hozirlar haydab nima qilib olarni ham. 100 ming ekan bitta joyda, 10 metr, necha metr joyda haydash. Ha? Biz tarafda 100 mingdan haydayapti. Hozir nari bir ikkitasi o'tin chopib yuboring degandi, u chopilib ketdi, hozirmi? Ha, bo'ldi, qo'madi. Tayinlangandan keyin bitta yengil ko'paylarni. Agar qilsa buni axlatlar ham qo'shilib qoladi-da. Ha, qo'y gilmalar, go'nglarida. Ha. Lekin zo'rroq ustoz. Ha. Chisnolar. Endi qovun sayli kelasizlar-da endi. Qo'ygan. Ha? Kesib, qovun. Chesillar ham tugadi. Endi mashinaga bunday qilib haydab turib boshqa olgacha. Hech bo'lmasa yuradi yo'q bo'lsa bo'ldi. Qolganiga hammasiga bir qovun ekib ko'ray. Qalampir ekdim. Pomidor ekdingiz. Yo'q. Qalampir ekdim, makmak ekdim, keyin pomidor ekdim. Badring, pomidor ekdingiz. Ha. Ismaloq ekdingiz. Ismaloq ekdim. Endi hozir qovun. Qovun, keyinchi. Bo'lsa aksar anaqa mandarinlar anaqa. Ha, ko'ramiz endi qovunni ekib ko'raychi, endi mutaxassislar endi o'zimiz yordam qilamiz deyapti-yu. Deyaptimi? Ha, ashawul odamlar dehqonlarda birdaniga onasining qonidan tug'ilib dehqon bo'lib qolmaydi. Sekin bir qopas bo'lsa yubordim. Bir qopas, ha? Yeri yumshoq bo'lib qoldi lekin. Ha, u traktor zo'r ekanda. Tang-tagidan olarkan mana shu. Mana qo'lingizni tiqib ko'ring. Ha, Ha? Bemalol endi bunga ariq olish kerak. 2,5 ga turib, arig'ini 2,5 bo'lar ekan. Buni ichida ikkita bo'lar ekan, davayda bitta ikkita bo'lar ekan ariq. Hozir o'sha Mirishvoy aytyapti, mana bu tepasiga kiloga qilaylik desam, unamayapti. Yo'q dedi, biz dedi mana bunday qilamiz deyapti. Ha, manaqa. Ichiga, mana uni ichiga. Demak, mana mana shu yerdan bitta mana o'rtada bitta ariq bo'lar ekanda, bu ikkalasini nima deb 2,5 metr bo'ladi ariq. Ariq bilan ariqni 2,5 metr bo'ladi. Voy, yo'q, uni bu bitta bo'lar ekanda. Bilmayman endi o'zi ko'rsatadi-da, kattaroq bo'ladi. Men aytdim, mana unga qilsak dedim, ichida yuray, tomosha qilib yuraveraman desam, yo'q dedi, ana shundan zo'r bo'ladi deyapti-da. Bo'pti dedim. Mana qani ichida. Endi Mirishvoy emasda shuni qilish kerak-da. Shu tamom. Birinchi qilib Video qilyapsizmi deyman. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Mana bugun juma, ulug'ayam kun. Barchalarga juma ayyom muborak bo'lsin. Juma ulug'ayam kunlarda mana shogirdlar kelgan ekan Andijondan. Dehqonchilar maslahatlashib turibmiz. Xudo qovun ekaman deyapman. Mana kim ko'rgan bo'lsa, manigarimda 2-3 kundan beri urinib yotibmiz. Xullas, go'ng to'kdik betga ko'rgan bo'lsa, fonni go'ng to'kib haydayapmiz. Yarmigacha keldi. Bunaqasiga haydab bo'ldim, endi bunaqasiga haydayapman. Bunaqasi haydab bo'lgandan keyin bunaqasiga haydab ko'raman-da. Haydab ko'rasiz. Bunda ishlatib ketaversa kerak mashqasiga. Endi hozir sizga bitta patinka topsam. Ha. Bir haydab ko'rsangiz. Haydab ko'raman. Ha? Nima deysiz? Mayli. Bundan keyin botib ketasiz-da. Bo'ldi. Botib ketadi. Bitta patinka obunachilar. Mardonayol traktor haydagan ko'rganmisizlar? Hozir ko'rasizlar. Kamerani o'chirib turing-da. Obunachilar. Andijondan Mardonayol traktor haydagan kelibdi, yordamga kelibdi, duo qilib qo'yinglar. Gaz tomondan boshlashda maydalarni ishlaydi.
Obunachilar, qovun yeyish oson, lekin mehnat qiyin, ha? Dehqonlarga respekt, gap yo'q. Chunki har bir ishning o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi degandek, bu ham oson emas. Miltiq otib yubordi obunachilar. Portlab ketmadimi? Ha, yo'q, portlab ketmadi. O'chirib qo'ydim-da. Hali ekan. Ha? Yo, traktorchilarga oson emas ekan. Traktorchilarmi, dehqonlarga? Voy, ikkalasiga. Oh, Endi o'shuning uchun har bir inson shu sabzavotlarni yo mevalarni yeyotgan paytda dehqonlarga rahmat deyish kerak-da, chunki oson emas. Bitta qovunda katta qilib olib chiqish. Endi hozir biz Patplonkada ekan joyimiz, xuddalik yangi tug'ilgan chaqaloqni singari bo'ladi. Yangi ko'chatdan. qilib sekin. Uni parvarishlab, kilonkada issiqqina ushab, dorilarni solib, hasharotlardan asrab, katta qilib, bunday qilib yetishtirib. Keyin odamlar mazza qilib uyda yeydi. Puli bor odamlar bemalol olib yeydi. Oson emas. Men qovundimda katta olib tashib, chicha joyini yeb qo'yib, tagin tashaveradi. Endi unaqa qilmayman. Ha? Qovun yeyish oson emas ekan. Ana, eshitlayapman bilasizlar. Katinkaga necha? Endi nima deydi? Ertaga qovun sayrida xudo xolasa mardonlar masjidda boshqa bor. Chunki oz bo'lsa-da bir hissamni qo'shib qo'ydik. Shogirdlar Ekamiz. Ha? O'zimiz ekamiz. Bo'ldi. Gap. Gap. Obunachilar xudo xolasa, albatta mana shu kanalda ko'rib olasiz. Qovun ekish jarayoni ham endi haligi menga o'xshab qiziqayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Endi misol uchun qovun ekaman degan insonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'ring, kuzatib borsang xudo xolasa ko'rib borasizlar. Men ham birinchi dehqonman. Qovunni birinchi yil ekishim, mana shu yoshimga kirgan bo'lsam, endi ekishim. Oldin ekmaganman. Hozir mana shu holatiga biz ekib tursak go'ng to'kib yubordik. Ko'rmagan insonlar to'kib yuborib turib, ha, birinchi men suv qo'ydim. Qishki suv deydi-ku. Nima deydi? Zahob suv deydimi? Yo'q, qishda bir o'zi em bo'ladimi? Nima? O'shaqa suvni bitta to'ldirib turib, keyin go'ngni to'kdim. Go'ngni yaydirib turib, mana bu traktorda haydayapman. Endi ertaga mirishkor keladigan bo'lsa, keyin bunga marz olamiz. 2,5 metr, ikkita ariqning o'rtasi 2,5 metr bo'lar ekan, 2,5 metrga ariq olib turib, dasha video davomida sekin-sekin yoritib boramiz. Kimlardir misol uchun o'sha ustozi bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol o'sha videoda ko'rib, qanaqa ekilyapti, qanaqa dorilar solinyapti, qovun qanchada pishadi, albatta sizlarga video tariqasida yoritib boramiz. To'g'risi nasib qilsa. Mana shu videodan ko'rib, sekin o'rgansalar ham bo'ladi. Mustaqil o'zlar uyda eksalar ham bo'laveradi. Chunki men ham o'rganyapman, men o'rganganda sizlar ham sekin o'rganib borasizlar. Uning uchun mardonga qovun ekan kelish kerak. Men ariqlar olib tayyor bo'lgandan keyin telefon qilaman. Inshaalloh. Ekadigan kunim kelsa, xudo xolasa albatta sizlarga sekin nasib qilsa. Endi bu yoqda ham to'g'ri tushunish kerak. Kelaman deb qo'yib, ikkita bolasi bor, uyda parrandalari bor. Hozir hayat tuxumlarni ham sotishyapti. Hozir hamma tuxum oladigan payt. Odamlar timmi ko'p bo'lagan telefon qilishyapti, tuxum bormi deb. Endi ko'p bo'lan kuchayib ketdi. Importlardan olishyapti odamlar. Ustoz o'zikini so'rayapti mendan ko'pchilik mana shu kanaldan telefon qilib o'zi olib bering tuxumidan deyapti. O'chirti ko'p ekan desam menga ishonishmayapti, o'zi efirda aytib qo'ying. Ha. Tandir tagiga bostirib qo'yganman, 2 ta yunit bostirib qo'yganman. Bitta Pokiston zotdan 15 ta Germaniya zotdan qilib 15 ta qilib bostirib qo'yganman. Nargisiga o'ta terma qilib turib, Ganoylardan, Sultondan, Atakadan, Shamudan terma bostirib qo'yganman. O'shalarda xo'rozidan beraman. Makonlar sotilmaydi, xo'rozlardan beraman. Mobodo tuxum ololmayotgan insonlar bo'lsa, o'sha cho'jalardan bitta olasizmi, ikkita olasizmi, o'shalardan beraman. Chunki hammasini o'zim maniki deb o'ynaqimman. Chunki menda bor narsa sizlarda ham bo'ladi deb aytganman. Xudo o'zi beramiz. Inshaalloh. Xudo xolasa nasib qilsa. Traktor qalay ekan? Endi haligi pul bor paytda olib qo'yganman. Lekin yaxshi qilgan ekansiz. Hozir bizda mana kubasini, metrini, nech puldan ham oddiy kichkina joyda shu 150 ming, 200 ming yiqib chiqibdi. Endi bitta haligi mahallada bekorchiga bitta ishda bu ham. Haqiqatda ish ekan. Bitta oddiy misol shu ko'chaga chiqib birovni qo'lda ishlagandan ko'ra shu bitta traktor bo'ladigan bo'lsa, bemalol mashaqqatli pensiyalarda ichida ishlayveradi. Bitta ro'zg'or sochini terbatsa bo'laveradi. Hozir buni xaridori ko'payib ketdi. Chunki nima desiz, hozir hamma uyda hali oldin traktor kirardi uylarga. Nimasi yo'q edi. Darvozani nimasi bo'lmadi, tepasi bo'lmadi, arkasi bo'lmasdi. Traktor kirib ketaveradi bemalol. Hozir endi hamma uyda bunaqa yopib ketgan shapkasi bor, arka bunaqasi bor. Shuning uchun mana oson, qulay bo'lib,
hamma uyga kirib ketyapti. Endi Mardona yo bitta gapda endi. Ichimizda bir ikki reys borib kelib qo'ygan. U obunachilar qarab turibdi. 2 marta borib o'zingiz yurgizasiz, men tegmayman. O'rganib oldingiz. Siz gazni ko'proq bosib turib, ana old tomon borga mana edi. Men rolda sal pastroq qilib bosib tursangiz, yugurib ketmaysiz-da. Ha. Sekinroq ketasiz. Qani, Yo'q. Onosini qaytarish kerak emasmi? Ha, qiziq. Ya to'g'ri. Bir vojga ketganda qayerdan kelyapti? Bo'ldi. Temirga qo'yib o'taydi. Evvelden götürüyorsun. Özün haydi. Oy! Ha! Oldu mu? Çocuk soysa ham qassob soysin deydi. Bu Mardona yugurtirib olib borib kelyapti. Endi mana nima qilay, mayin qilishingizni obunachilar. Mana bu tomonni ko'ryapsizlarmi? Ana tomonlar o'ta mayindan o'ng'aylar, qurboni. Hali vatan tuprog'i deydi-yu. Vatan tuprog'ini sog'inganlar uchun bu albatta bu qisqacha video bo'ldi. Mana bakalashga mali qulplar ko'chat bozordan olib kelgandim, mana shu ekib ko'rdim. Bu постоянный qarash kerak ekan, suv quyib turish kerak ekan. Tepada baribir selga qurib qo'yarkan. Mana bu yerga ekkan. Hali chet elliklar to'ylarga ekishyapti-yu, xuddi shunaqa qilib ekib ko'raman dedi. Ana shunaqa gap. O'zingizlar yaxshimisizlar? Tanjollaringiz sog'mi? Charchashlar yo'qmi? Kunlaring xayrli va barakotli o'tsin. Ro'zalar bilan charchamanglar, tanjollaringiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, boringlarga shukr. Bu maxsus bo'ldi. Ozgina bo'lsa-da bir sizlarni bir kayfiyatlarni ko'tarish uchun har xil davlatlarda ko'rib turgan aka-ukalar, sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Qolaversa, har xil joylarda yurgan shogirdlarimga ham alohida rahmat. Ismoil hoji aka, qolganlar, Irmodjon hoji, Jahongir Toshmatov shogirdimiz, Abdumalik hoji, Botirjon, ayniqsa Botirjon, indamay ketib qoldi Botirjon Rossiyaga. Rossiyskiy parin. Rебята уже привет. От души. Haylashamiz bo'lmasam, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.